الله الله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. Alihon To'ra Sog'uniy Tarixi Muhammadiy. Payg'ambarimizning nasablari va tug'ilishlari. Bilmak kerakkim, ummatman degan har bir odam Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni o'z ota-onasini taniganidek bilishi lozimdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari arab naslidan, Quraysh qabilasi Bani Hoshim urug'idan bo'lib, nomi shariflari Muhammaddir sallallohu alayhi va sallam. Tug'ilgan joylari Arabistonda Makka shahridir. Otalari Abdulloh, Abdullohning otasi Abdul Muttalib, uning otasi Hoshim, uning otasi Abdumanofdir. Ushbu 4 otalarni bilishlik har bir musulmonga lozimdir. 11 otalari Quraysh, 21 otalari Adnondir. Payg'ambarimizning yuqorigi otalari Ibrohim Xalilullohdir. Onalarning otlari Ominadir. Payg'ambarimiz ota-onadan yolg'iz tug'ilgan to'ng'ich o'g'ildir. Chunki payg'ambarimiz ona qornida 2 oylik bo'lgan chog'larda otalari Abdulloh Shom safariga ketayotib, Madina shahrida vafot topdilar. Yoshlari 30 ga yetmagan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hazrati Iso alayhissalomdan 571 yil keyin tug'ildilar. U zamonda Eron mamlakatida mashhur No'shravon Odil podshoh edi. Odil podshoh zamonida tug'ildim degan so'zlari marviydir. Rabiul Avval oyining 12-kuni dushanba kechasi sahar vaqtida dunyoga keldilar. Ona qornida yotishlari, onadan tug'ilishlari boshqa bolalardek bo'lmadi. Chunki onalari Omina og'ir bo'y xotinlardek qursoq og'irligini sezmadi. Yuklik xotinlarga bo'ladirgan badan og'irchiliklarning hech birini bilmadi. Ona qornida 6 oylik bo'lganlarda Xudoning do'sti oxir zamon payg'ambariga yuklik bo'lding deb Ominaga tushlarida bashorat bo'ldi. Bu muborak o'g'il tug'ilgan so'ngida oti Muhammad bo'lsin deyildi. Tug'ilish oy kunlari tamom bo'lganda Allohning qudrati bilan Hazrati Maryam